Assalomu alaykum, China Motors Urganch filiali obunachilari. Xudo xolasa bugungi obzorimizda Jack X200 modelini sizlar bilmagan farqlarni ko'rib chiqamiz. Mashinamizning ichki ko'rinishini keladigan bo'lsak, ichki ko'rinishi uch kishilikka moslangan. Xalasangiz buni yotirib, bor hisobida foydalanib ketsangiz ham bo'lardi. Xalasangiz 3 kishi yetaverasiz. İçki ko'rinishi, konditsionerlari, pechkasi, rollarimiz o'zingizga moslab ko'tarilib tushaveradi. Shoferni sidiniyasi ham shunday. O'zingizga moslab qulay sharoitda haydab ketaveradi. Yerlarimizda ochib qo'yadigan mestolar ham bor. Aynalarimiz ham elektronli. Bakoylarimiz ham shu. Yağmur qor yaqqan paytda içinde spirali var, kızıp parlanmaydı. Donkratları, külüşleri çıkadı. Maşınımızın balonlarına keladigan bo'lsak, oldingi balonlari 15'lik. Arkası qo'sha balon 13'lik. Maşinimizning oldingi balon ham, orqangi balon ham zapaskalari bor. Maşinimizning quzuv qismina keladigan bo'lsak, quzuv qismi 3.10 1.75. Yük ko'tarish hajmiga keladigan bo'lsak, bizlar kitobunda 2 tonna 80 deb yozilgan, bemalol 3 tonna 3,5 tonnadan basaverasiz. Bak hajmi 65 litrlik. Arkanın kuzuv kısmına ham 3 taraf ham açılıp yapıladi. Maşinimizda o'zingiz külüch nelarni hisob qo'yish uchun oddiy quticha ham qo'yib o'tilgan. Metanni yerine qo'yadi deb o'ylasangizlar, metanimiz ikki yan tarafına bu akkumulyatorni sen bir raka ko'chirib beradi. İki tomondan yüzlükten 2 tane yüzlük qo'yiladi. Şu 2 tane yüzlük balon bilan bemalol 500 km bassangiz bo'laveradi. Olib turib zapchasidan chiqmanmi, bunday deb o'ylasangizlar, bemalol o'zimizda hamma zapchasi topiladi. Zapchas tomonlama xudo xolasa muammo yo'q. Bu X200 modelimizni 4 xil varianti bor. Shassi varianti, hozir ko'rib o'tganimizdek bortoviy varianti, tentovka varianti, frontovarniy variantlar ham bor. O'zingizni ishingizga qarab moslashtirib olaverasizlar. Mana shu mashinalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, China Motors Urganch filialida hammangizni kutib qolamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.